Oldingi videomda kuchlanish relesini sozlamasini ko'rsatdim. O'zini test knopkasini bosib yetarlicha ishlashini bilish uchun yoki elektromexanikka bo'ladigan bo'lsa, mana bunda yoniga magnitchan olib borsa ham bunda olib o'tiladi. Voy, juda to'g'ri qilyapti. Mana yetarlicha. Bo'ldi. Ishlaydi. Shart emas sasiskada tekshirish. Xo'sh, keyingi avtomatimizni tekshirish uchun biz yoqamiz. Tagiga permichka qo'ydik. Maxsus laboratoriya transformatorlardan foydalanilgan. Uy sharoitida maslahat berilmaydi uni tekshirish. 220 ga permichka tiqib. O'zi laboratoriyada tekshirilgandan keyin chiqadi zavodda bu. Agar juda sinamoqchi bo'lsangiz, Elektrosvet yoki maxsus energetik korxonalarda sinovdan o'tkazib olsangiz bo'ladi. Uy sharoitida imkon qadar tekshirmagan ma'qul. O'zi bu kichik laboratoriyamda o'zim sinovdan o'tkazyapman. Chiroqni yoqamiz. Laboratoriya transformatorini ulaymiz va hozir ko'ramiz. Bizda tokimiz 6 amper. Bizda o'chirib qo'yamiz hozircha. S40 markali avtomatimiz 200 amperdan 400 ampergacha bo'lgan qisqa tutashuv tokida tashlash kerak. Biz hozir kuchlanishimiz 230 volt, shuning uchun bu yerdagi hozir hosil bo'lgan quvvat hisobiga u hattoki 200 amperga bormasdan tashlashi mumkin. Kuchlanish past joylarda u undan anchagina kattaroq tokda tashlashi mumkin. Sinovdan o'tkazamiz, yoqdik. Tokni ko'taramiz. 30, 60, 80, 100, 116, 145, 160, 189 dan oshganda himoyaga o'tdi. Yana qisqa tutashuv tokida bizda bu avtomatimiz himoyaga o'tadi. Endi 2 minutga bormasdan tashlash kerak. O't yuklama tokida tokimiz 2 barobar bo'lganda. 40 amperli avtomat uchun u 80 amperni tashkil etadi. 80 amper tok berib qo'yamiz va 2 minut kutamiz. Mana 81 amper. Vaqt ketdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 sekundda himoyaga o'tdi. Bizda bu ham yaxshi natija. Himoya ishlayapti. O'zimiz yana qolib ketibdi-ku. O'chdi. Kuchlanish relasi testdan o'tdi. Tok bo'yicha kuchlanish past, yuqori kuchlanish bo'yicha avtomatimiz o'tdi. Bu kichkinalari sinab ko'rganman. Bo'ldi, buni borib elektromobilimizga yig'sak bo'ladi.